Assalomu alaykum qiziljonlar, Dilnoza Cooking kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali va og'izda erib ketadigan mini rogaliklar tayyorlashni o'rganamiz. Ko'pchilik qizlarimiz shu retsept orqasidan ham sotuvini yo'lga qo'yishgan. Mahsulotlar aniq grammlarini opisaniyada to'liq yozib qoldiraman. Juda ham oson, kam xarj, atigi 3 ta dona mahsulotlardan juda ham chiroyli bo'lgan shunaqa rogaliklar tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlar oliy navli un, smetana yoki qaymoq va xona haroratida erib turgan saryog' yoki margarindan foydalanamiz. 1 chimdim tuz va 1 choy qoshiqda razrixretsel kerak bo'ladi. Idishimizga 600-650 gram atrofida unni solamiz. 250 gram xona haroratida erigan saryog' va razrixretselni va tuzni solib, qo'limiz yordamida urvoq qilib olamiz. Urvoq qilingan massamizga 350 gram qaymoq solamiz va qo'lga yopishar-yopishmas yumshoqqina xamir qorib olamiz. Orada qo'limizga ozgina xamir yopishsa, oz-ozdan un qo'shib xamir qorib olamiz. Xamirni 6 ta zuvalachalarga bo'lib olamiz. Har bir zuvala 215 gramdan menda tushdi. Ustiga paket yopib, yarim soat xolodilnikka tindirishga yuboramiz. Nachinka uchun xohishingizga ko'ra shunaqa jemlardan foydalansangiz bo'ladi. Videoda ko'rsatib o'tilgandek termostabilniy jemdan foydalansangiz pechingizdan oqib ketmaydi. Xohishingizga ko'ra yong'oq, mayiz, quruq mevalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Jemni shunaqa qopchaga solib olamiz. Tingan xamirlarimizni ozgina un sepib yoyib olamiz. Juda ham qalin emas, o'rta qalinlikda yoyib olamiz. Videoda ko'rsatilganidek qilib yoyib olamiz va kesishini ham qiziljonlar katta-kichigini o'zingiz xohishingizga qarab qilasiz. Men mini rogaliklar bo'lganligi uchun kesmasini kichikroq qilib kesib oldim. Siz kattaroq yoki undan-da kichkina qilib kesib olishingiz mumkin. Videoda ko'rsatib o'tdim qizlar. Uch donadan mayizni solib chiqamiz. Orada men jem va maklardan ham foydalandim va zgushonka molukolardan, termostabilniy zgushonkadan foydalansangiz ham bo'ladi. Anchagina shirin va mazali bo'lib chiqadi. Nachinkalarni solib chiqqanimizdan so'ng videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab chiqamiz. Qavatlari chiroyli bo'lib chiqqan rogaliklarimizni shunaqa ketma-ketlikda tugib olamiz. Qizib turgan pechimizda 170-180 gradusda 25-30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Chiroyli bo'lib pishib chiqqan rogaliklarimizni birozgina sovitib olamiz. Paketchaga 150 gram saxarni pudra, ya'ni shakar upasini solib, rogaliklarimizdan 6 ta 7 ta qilib solib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib hamma joyiga tekkizib, bulg'ab olamiz. Shu usulda qilsangiz, anchagina ishingiz osonlashadi va hamma joyiga bir tekisda tegadi. Qarabsizki, juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Tayyor bo'lgan mini rogaliklarni maxsus idishchalarga solib, bemalol sotuvini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Qiziljonlar, albatta tayyorlab ko'ringlar. Inshaalloh katta-yu kichikka birdek yoqadi. Oila a'zolaringizdan duo olishingiz aniq. Bizni kuzatishda davom eting. Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Juda ham ko'p manfaatli va foydali retseptlarni o'rganib olishingiz mumkin. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'ling. Dilnoza Cooking doimo siz bilan. Joningiz sog' omon bo'lsin.